Uzdil HTML darsiga 47-ci qism HTML5dagi mulozim tur yo'llash harakati. Darsning asos mazmuni HTML5dagi mulozim tur yo'llash harakati, ya'ni server send event torbetning mulozim turdagi yangilik uchurini avtomatik qabul qilishni qo'llaydi. Uni Internet Explorerdan boshqa barliq tor ko'rgishlar qo'llaydi. Buningki amaliy misolni ko'rgan bo'lsak, masalan, men shu mulozim turdagi uchur yangilashni qo'llaydigan ma programmada demak har 3 sekundda bir qatim uchur yangilanib, bu yerga bevosita qo'shilib mashtamangdi. Qaraydigan bo'lsak 3 sekundda bir qatim yangida uchur qo'shilib mangdi. Buni asli kodi qaraydigan bo'lsak, buni asli kodda mana demo C PHP mavjudda, endi shu 3 sekundda bir qatim shu uningda hamda 3 sekundda bir qatim shu mulozim tur vaqtini ko'rsatadigan shu program yozilgan. Biz meningga mana yangi ish harakat sifatida mushni har bir qatim uchur yangilangan vaqtda bir qatim o'sha ko'rsatmasini dedik. Demak, yangi uchuriniki o'sha yerda baliqni bayqan zamonlar bu yerga bizga avtomatik holda ko'rsatib chiqarib berdi.